Bu uy ota-onasi bilan har doim birga yashashni orzu qiladiganlar uchun hammaga assalomu alaykum. Uyimizni koridoriga bitta ahamiyat bering. Особенно qo'lda chizilgan rasmlar juda ham chiroyli chiqqan. Ikkinchi korpus ota-onalar uchun mo'ljallangan yoki bo'lmasam uyda ko'proq mehmon kutadiganlar uchun yozgi kuxnya, yaxshi zonalar bilan hozir sizlarga ko'rsataman. Kir-yuvishda sanuzel, spalni, millicha shunaqa o'tiradigan joylarni qilib qo'yishgan. Endi o'zi uyimizni ichkarisidan ko'rsatib chiqaman. Uyimiz Mirzo Ulug'bekda joylashgan, 3 sotoda qurilgan, общий xonalar soni 7 ta xona. Hozir xonalarni ham ko'rsatib chiqaman. Inshaalloh sizlarga yoqadi. Bismillah. Xush omaded. Kir-yuvishdagi hol. Birinchi o'chiritda ayollarimizni xonasidan boshlaymiz. Полностью mebel texnika bilan jihozlangan. Гостевой санузел и полноценный подвал. O'zi гостевой зал. Suhrob. Yoqdimi uy? Juda uyatli ekan. Ko'proq bu uyimizni menga yoqqani ikkinchi etaji bo'ldi. Ikkinchi etaji juda ham uyutli. Svet podborlari menda yormaydigan, havas qiladigan uy ekan. Inshaalloh har bitta havas qilganga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Detskiy xona. Master spalni o'zini sanuzeli bilan. Yana bitta master spalni o'zini sanuzeli bilan. Гостевой санузел. Bu bo'lsa yana bitta zal. Inshaalloh havas qilgan har bitta insonga eng kamida shunaqa xonadonda ota-onasi bilan yashash nasib qilsin. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Inshaalloh bemalol telefonlashib kelishingiz mumkin.